Yarim kechasi Narani videosini ko'rib ishtahalarim ochilib, ramyon yegim kelib ketdi. Onam Koreyadan jo'natgan ramyon borligi esimga tushib, pishirishni boshladim. Achchiq ramyon umuman yomayman. Ichidan chiqadigan achchiq ziravorini nomiga ozginagina qilib solib qo'yaman. O'ylab qoldim, hech ana shu achchiq pripravasini oxirgacha solib yeb ko'rmagan ekanman. Sizlar yeb ko'rganmisizlar? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Tabi qanaqa bo'ladi? Ramyon kimchi bilan mazali ketadi-ku. Bu ovozini eshitinglar. Voy, hozir videoda tahlab o'tiribman. Bu ovozlarni eshitib, meni yana ramyon yegim kelib ketdi. Ramyonimizni yana ham mazali qilish uchun sosiskalarni to'g'rab sovordim. Ramyonimiz ham tayyor bo'ldi. Bu xanichkalar bilan mazali ketadi-ku. Erim ramyon yeysizmi deb turg'izsam, turmadilar. Ertalab siz ramyon yedim desam, nimaga men siz yeding deb janjal qilib qolsalar-da. Sizlarda ham shunaqami qizajonlar? Xullas, diyetalarni chetga surib qo'yib, yarim kechasi maza qilib ramyonchiklarini ichib oldim. Bu videoni homiladorlarga tashab qo'ymanglar, naqd qarg'ishlaydi qolib ketasizlar.